Karomdan faqat golubsi yoki dimlama qilib charchaganlar uchun ayni yangi karom chiqqan payt karomli stek tayyorlaymiz. Aniq bunaqasini yeb ko'rmagansiz. Karomni 2-3 sm qalinlikda dumaloq shaklda kesib olamiz. Qiyma, qo'rib olingan piyoz, tuz va ziravorlar solib yaxshilab aralashtirib olamiz va dumaloq shaklga keltirib olamiz. Karomga zaytun yog'i, istasangiz o'simlik yog'idan foydalanishingiz ham mumkin va ustiga paprika surib tayyorlab olgan qiymalarimizni ustiga yoyib chiqamiz. Parak qilib kesilgan pomidordan qo'yib, gaz duxovkasiga 200 gradusda 40 daqiqaga jo'natamiz. Bu orada vaqt sinovidan o'tgan pyurimilgi Samarqand sirlarini qirg'ichdan chiqarib olamiz. 40 daqiqadan keyin ovqatimizni hidlari ham chiqib qoldi. Ustiga sir solib, yana 10 daqiqaga chidab beramiz. 10 daqiqadan keyin ustiga kokadlarini sepib, bemalol dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Haqiqiy san'at asari tayyor bo'ldi. Istasangiz oldiga xohlagan garnirni tayyorlab qo'yishingiz mumkin. Lekin ishoning, shu bittasini o'zi juda ham to'yimli va mazali bo'ladi. Haqiqiy pazandalar tanlovi pyurmirgi smetanalari bilan juda ham zot ketadi. Voy, buni sirlarini cho'zilishini qarang. Nimaga qarab turibsiz? Oling, yeb ko'ring.